soliha ayollar itoatli ayollardir. Ulamolarimiz qonitatun so'zini davomat bilan mudavvama deb tafsir qilganlar. Solihalikning sharti mudom itoatlik bo'lishi. Bir marta itoat qilib qo'yish emas deydi. Doimo itoat qilish bilan bo'ladi. Erini puli ko'p bo'lgan mahalda ayoli itoatli bo'lsa-yu, erining puli yo'q bo'lib qolgan mahalda itoatsiz bo'lsa, unga kirmaydi. Soliha ayol eriga har qanday holatda itoatda davom etsa solih ayol bo'ladi. Ikkinchisi, solihaligining asosiy belgilaridan, ikkinchisi va shartlardan bu hafizot lil g'aybi. Ular g'aybni saqlaydilar. Ya'ni ular oilaviy sirni saqlaydilar. Eri bilan o'rtadagi sirni, erining sirini saqlaydilar. Yana shu bilan birgalikda solihalikning sharti erining mol mulkini saqlaydilar. Erining farzandlarini saqlaydilar. Erining uyini saqlaydi. Chunki islom mezonida oila bir institut bo'ladigan bo'lsa, dargoh deylik, jamiyatning bo'g'ini deylik, jamiyat o'sha bo'g'inlardan tashkil topadi. O'sha institutning rahbari o'sha oilada ota, oila boshlig'i. Ammo oilani tashqaridan qo'riydi, himoya qiladi, uni ta'minlaydi, boqadi, uni tarbiya qiladi, parvarish qiladi. Kerak bo'lsa taftish qiladi, nazorat qiladi. Ammo oilani ichkaridan boshqaradigan uning bekasi bo'ladi. Ayol erning yordamchisi bo'lish bilan birgalikda oilada. Uning yana bitta mansabi bor, vazifasi. U oila bekasi. Oila bekasi sifatida ayol nafaqat bolalarni parvarish qiladi, bolalardan oldin erini parvarish qiladi. Erini kiyimiga qaraydi. Erning kiyimining kirligi ayolning yuzidir. Erning ko'ylagini, yoqasini kir bo'lishi ayolning yuzi. Ya'ni uyda tahoratxona, hojatxona bu erning yuzi bo'ladi, birodarlar. Shuni tushunib olaylik. Uyimizdagi tahoratxonamiz qanchalik toza bo'lsa, u biz yuzimiz. Oshxona yoki erning yoqasi yoki erning kiyimi ayolning yuzi bo'ladi. Ayol erini parvarish qiladi, unga kir kiyim kiydirmaydi. Bir kun kiyib keldimi, kiyimlarini tortib bo'lsa ham yechib olish kerak. Oyoqdan paypog'ini bir marta kiyib keldimi, ayol yechib olish kerak. Qaytib o'sha paypog'ini kiydirmas kerak, yuvmasdan. Ana shunda u erini toza, pokiza saqlay oladi, parvarish qiladi. Ana shunday vazifalari bor. Uyini saqlash, bolani saqlash, erning mulkini saqlash soliha ayolning shartlaridan hisoblanar ekan. Xuddi shunday erning yoki oilaning sirini saqlash ham. Bugun birinchi janjaldayoq nima bo'ladi? O'sha oilaviy sir fosh bo'ladi. Qur'oni Karim oilani isloh qilar ekan, birinchi janjalda ayolni mahallaga chiqsin demaydi. Yoki ota-onasiniga ketsin demaydi. Hatto erdan bir taloq, ikki taloq olgan ayol ham tugunni ko'tarib onasiniga ketishga izn yo'q. Shunday qilsa, oilani yarashtirish o'rniga ajratishga mahkum qiladi. Chunki nimaga? Onasiniga borgan ayol erini yomonlaydi, o'zini oqlaydi, tabiiyki erini yomonlaydi. Munosabat isish o'rniga, elish o'rniga sovuqchilik ko'payadi. Uning o'rniga eridan taloq olgan ayol erining huzurida idda o'tirsa, erining xizmatini qiladi, jahldan tushgan eri ayolni kechiradi. Yoki ayoli ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Agar talog'i raj'iy bo'lsa, nikoh o'qitmasdan ham qaytarib olaveradi muddat ichida. Raj'iy taloq degani qaytuvchi taloq degani. Raj'iy taloq bir taloqni muddatni ichida 3 marta hayz ko'rib poklanish 3 oyning ichida, masalan, nikohdan qaytib olsa bo'ladi. Raj'iy taloqda bir o'pib qo'yadi, bir sovg'a berib qo'yadi, qaytib olib yashab ketaveradi. Muddatdan chiqib ketsa, raj'iy taloq boyin taloqqa aylanadi. Undan keyin agar qayta yarashmoqchi bo'lsalar, yangi mahar, yangi nikoh lozim bo'ladi.